Hech qachon eringizni tarbiyalashga harakat qilib, u qilgan xiyonatni takror etib uni yuziga tarsaki solmang. Takror eslatavermang. Siz mana bunaqa qildingiz, siz mana bunaqa qildingiz deb. Tushunaman. Siz bu harakatni eringiz xiyonatdan to'xtash uchun qilyapsiz. Teskarisini qilyapsiz. Siz har gal eringizni yuziga uni xiyonati bilan tarsaki solib eslatgan paytingizda eringizni ichida baribir ayolimman tushmaydi, baribir mani ayolim qabul qilmaydi degan bir so'qlashish, yiroqlashish shakllantirasiz. O'zingiz shakllantirasiz. Nima deb o'ylaysiz? Har gal xiyonatini eslatganingizdan keyin u sizga kelib sirlarini aytib, tavba tazarru qilib qaytib bormaydigan bo'ladimi? Yo'q. Ming sevsa ham tark etadi. Hattoki bolalar uchun shunchaki chidab yashaydi. O'zgartirish mumkin-ku. Har qanday erkakni o'zgartiradigan sir bor. Eringizni o'zgartiradigan sirli tabletka bor. Bundan sizni faqatgina xabaringiz yo'q. Hoziroq menga obuna bo'lib, izohlarga raqamini qoldiring. Buni sizga ham o'rgataman. Agar obuna bo'lmasangiz hech qanday havola bormaydi.